Beshinchi patsientkamizda to'rtta qizlari bor. Bu patsientkamiz juda молодец. Intervalni juda ham saqlaganlar, ya'ni o'zlarini sog'lig'ini ham o'ylaganlar va tug'ilajak farzandlarini ham. Chunki bolani Qur'onda o'g'il farzand bo'lsa 2,5 yoshgacha, qiz farzand bo'lsa 2 yoshgacha emizish kerak. Organizm mat ko'ziga kelish kerak, vitaminlarga boyinish kerak. Birinchi farzand 2011, ikkinchi farzand 2014, uchinchisi 2018, oxirgi farzandlar 2024-yilda dunyoga keltirilganlar. 4 ta sog'lom qiz farzandlari bor. Hozir bizga o'g'il maqsadida, o'g'il istagida kelganlar. Xudo xolasa bugun 16 tadan ko'proq tuxum olishimiz kerak. Yaxshi bo'lsa urug'lantiriladi, genetik tekshiruvga jo'natiladi. O'ylagan niyatlar amalga oshib, xudo xolasa o'g'il embrion hosil bo'lsa, embrion transfer qilib beramiz. 5-funksiyamiz tugallandi. Bu patsientlarimiz xo'jayinlar bu uchib ketishlari kerak, shuning uchun bular qisqa muddat oralig'ida murojaat qilishgan. Maksimal dogonyat qilib harakat qildik. 17 taga mo'ljal qildik, 20 tadan oshuv chiqdi. Sifatlarini ko'ramiz va bu juftligimizga shu niyat qilgan o'g'il farzandlarni tilab qolamiz.